Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan obunachilar. Bugungi videomizda sizlar bilan jo'jalarga tarvuz, o'rik bargi, xullas barglar bersa bo'ladimi, ko'katlar shularni aytib o'taman. Jo'jalarimizni chiqaramiz. Hammasi chiqib ketadi. Videoni boshladik. Mana o'sha jo'jalarimizga tarvuzni po'chog'ini berganmiz. Yeydi, top-toza qilib yeb tashlaydi. Berib ko'rdim, mana kecha yaqinda top-toza qilib yeb tashladi. Bersalaring bo'ladi buni ham. Mana yeyapti hammasi. Ya unaqa rayhonlardan yo daraxtni o'zi ko'rsataman hozir. Mana unday daraxtlarni barglarini o'zi bersa bo'ladi. Hozir jo'jalarimiz katta bo'lgani uchun buni maydalash shart emas. O'zlari ham yeb tashlayveradi. Talashib yeydi mana. Maydalash shart emas. Kichkina bo'lsa maydalash mumkin. Jo'jalarga bir 20 kunlikda o'tgandan keyin o't berish kerak. Meniki o'sha 65 kunlik bo'lgan. Bemalol beraveraman. Mana tarvuz mana yeydi, mana talashib yeyapti. Shunaqa vitaminlar berib tursalaring yaxshi o'sadi. Vitamin yetarli bo'ladi-da. Yem masalasiga aytadigan bo'lsak, hozirgi vaqtda qo'l yemini emas, bug'doy beryapman. Yana boshqa churtlar bersa bo'ladimi deyshadi. Hozir ko'rsataman. Mana shunaqa o'tlarni ham aytishadi. Ko'chada o'sgan o't. Uni yulib bersa ham bo'ladi. Jo'jalarda o'zi ham yeydi. Mana ozgina yulib ko'rsataman. Mana o't mana boya mana yo'q qildi. O'rik narsalarni xullas o'zlari shunaqa qilib yeb qo'yishaveradi. Bundan ham bersa bo'ladi. Boshqa churtlardan ham bersa bo'ladi. Tarvuzga ham bersa bo'ladi. Xullas shunaqa qilib kechki sayrga olib chiqib turamiz. U ham yaxshi. Sayrga olib chiqqanda jo'jalar yaxshi o'sadi. Xullas bersa bo'ladi shu narsalarni. Bemalol bersa bo'ladi. Xavotir olmay beraveringlar. Mana o'zi cho'qilab yeb tashlaydi. Oxirida po'chog'ini qoldiradi. Iniga tashlab ham qo'yaman. Qoldiradi po'chog'ini. Jo'jalarimizga aytgandek, kechki ovqatiga mana bug'doy beramiz mana. Mana buni qaranglar mana. Aytmasimdan kelib oladi mana. Xullas mana yana keladi. Xullas bug'doyni solib bunday qilib yuboramiz. Keyin jo'jalarga beramiz shuni. Shunday qilib mana bug'doy yemini ham beramiz. Xullas hammasini yeyishadi. Bularni yarim soat olib chiqmayman, 1-2 soatga olib chiqaman. Shunday qilib mana unisini ham, bunisini ham, o'tini ham hamma narsasini yeb yuradi. Yana shunaqa foydali videolar chiqishini xohlasalaring, kanalga obuna bo'lib, like bosib ketishni unutmanglar. Hammalaringga rahmat. Hozir xo'roz makiyoni ajratishni ham o'rgataman mana. Mashlar xo'roz mana. Toji bor. Endi hamma ham biladi. Mana o'zi bo'lsa makiyonimiz. Mana bizda 3 ta makiyon bor mana. Mana shu qoramiz ham makiyon. Ko'rsatgan bo'lsalar, yana toji yo'q, makiyon. Xullas biz jo'jamizning ichida jami 3 ta makiyonimiz bor. Katta bo'lganda tuxumlatish uchun nima qilish kerak, ularni ham o'rgatib o'taman. Inkubatorga qo'ygan 4 ta tuxum ham yaxshi ketyapti. Uni ham ochib chiqish natijalarini ko'rsataman. Xullas kanalga obuna bo'lib, like bosib ketishni unutmanglar. Qiziq videolar hali oldinda. Kommentariyaga keyingi mavzu nima bo'lishini yozsalaring, chiqarishga harakat qilaman. Rahmat.